Yana sen 05 olami nimaga faqat videolayotganimda xalaqit berasan? Axir men senman, sen esa men. Men Minecraftdagi eng kerakli ma'lumotlarni shu videoda to'pladim va bugun sizlar bilan faqat Minecraft haqida gaplashamiz. Nega faqat Minecraft? Axir dunyoda undan ham zo'rroq o'yinlar bor-ku. Masalan, Hindda. Minecraft bu to'rtburchak shakldan iborat bo'lgan nenormallilar o'yini. Nega bunday dedim? Chunki har qanday Minecraft o'ynaydigan odamning videosida vakil. Короче, я почти опыт. Я играл на гитаре, она пела. Yo'da basma. Voy. Minecraft o'zi nima? degan ekan Alisher Navoiy. Buni javobini Google bizga aytadi. Ko'ryapsizlarmi? Minecraft yosh bolalarning o'yiniga yana bir isbot. Ma'lumotlarni qaranglar ozginaligini. Xo'p, qisqa ma'lumot berib o'tib ketaman. Minecraft 2009-2010 yillar atrofida chiqarilgan diski to'rtburchak shakllardan iborat bo'lgan ichida Herobrine degan zo'rlovchi shaxs bor o'yin hisoblanadi. Gapimga qo'shilasanmi, Jamol? Xo'p, mavzudan yiroqlashmaymiz. Nega aynan Minecraft? Dunyoda Minecraftdan ham zo'r o'yinlar bor-ku. Mana shu gap to'g'ri bo'ldi. Ha, dunyoda Minecraftdan ham zo'r o'yinlar bor. Masalan, Hindda. Chunki Minecraftni tushunish oson va bu o'yinning ichida qo'y bor. Siz maktabga bordingiz va sizning bir hayotda o'rni yo'q do'stingizdan Minecraftni eshitib qolib, birinchi marotaba o'yinga kirdingiz va yaxshi o'yinga o'xshayapti. Demak, uy qurishim uchun birinchi bo'lib daraxt yo'raman. What? Daraxt nima qilmadi? Bu g'irt top qabollar. Ko'pchilik boshda Minecraft logikasini ko'rib mazashu ahvolga tushgan. Va keyinchalik bu oddiy holatga aylangan. Xo'sh, obunachilar, demak savolimizga javob topilganga o'xshaydi. Minecraft o'zi nima? Mana shu Minecraft. Xo'sh, endi savolimizga javob topilganga o'xshaydi. Minecraft o'zi nima? Minecraft butun o'yinlar ichida yagona legenda o'yin. Chunki Minecraftda bilgan puqingizni yesangiz bo'ladi. Hammadan uzr so'rayman. Mana shu yerda videoni yakunlashga to'g'ri keladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Hacker bo'ldi. Agarda shu video bilan kanalimda yana 100 ming obunachi yoki 90 ming obunachi yig'ilsa, men o'zimning birinchi professional streamimni qilaman. Hammaga xayr, sizlarni zeriktirib qo'ymayman.